Beta bir soatcha bo'lib qoldi olib qolganimizga. Abetda 1 soatdan oshiqroq bo'lib qoldi, olib qoluvdik. Mashinada nima kasal akalar? Sog'ligida, qiziganda taqillagan ovoz bor. Ovozni eshitdik, shatunning ovozi, lekin mashinada 1 gram avtorasxod yo'q. Xo'p, nima qildik buni? Egalariga aytdik, aka, shatun qo'yib, ovozni yo'qotsak bo'ladi, ertaga navoda avtorasxod qilib qolsa yana shu holat qilish kerak desam, ukajon dedi, shu dedi, Allohga tavakkal, polni noldan motor qilib yuboraylik dedi. Keyin shubni chiqarsak, ozgina tutash boshlana qolgan. Egasini ishonchiga rahmat, ishonib shunchalik tashab bo'ldi. Ko'ngillarga yoqadigan qilib beringlar dedi. Olib qoldik, xudo xolisa tayyorlayapmiz mana. Ukalarimiz spachalashdi, boshladi narsalarni hozir polni mo'ykiga berib, buni ham tezlashtirib, chiroyli qilib beramiz. Hammalarga rahmat akalar.